Amerikada haqiqiy tankni o'g'irlab ketishgani haqida bilarmidingiz? 1995-yil 17-mayda San-Diego ko'chalarida odatdagidek tinchlik hukm surar edi. Ammo soat 18:30 da shahar politsiyasiga kelgan bir qo'ng'iroq hammani shokka tushirdi. Ko'chada 50 tonnalik tank mashinalarni pachoqlab ketayotgan edi. Bu voqea qahramoni 35 yoshli Shon Nilsen edi. U sobiq harbiy bo'lgani sababli tankni qanday boshqarishni yaxshi bilardi. Nilsen Kaliforniya Milliy gvardiyasi omboriga bostirib kirib, M60 Patton tankini o'g'irlab chiqdi. Bu shunchaki aqldan ozgan odamning harakati emas edi. Nilsen hayotida hamma narsani yo'qotgan, ayoli bilan janjallashgan, ishsiz qolgan va onasidan ayrilgan edi. U o'zining barcha baxtsizliklarida mahalliy shifoxonani ayblardi va tank bilan aynan o'sha yerga qarab yo'l oldi. 23 daqiqa davomida San-Diego ko'chalari haqiqiy jang maydoniga aylandi. Nilsen yo'ldagi 40 dan ortiq avtomobilni xuddi o'yinchoqdek pachoqlab tashladi. Yong'in gidrantlarini esa urib ketdi va butun bir tumanni elektrsiz qoldirdi. Politsiyachilar ojiz edi. Oddiy qurol o'qi 50 tonnalik sovutga qarshi hech narsa qila olmasdi. Dahshatli poyga tank trassa chetidagi beton to'siqqa ilashib qolganda to'xtadi. Politsiyachilar tank ustiga chiqib lyukni ochishga muvaffaq bo'lishdi. Taslim bo'lish haqidagi buyruqqa qaramasdan Nilsen tankni yana yurgizishga harakat qildi. Shu paytda politsiyachilar uni to'xtatish uchun o'q uzishga majbur bo'lishdi va Shon Nilsen o'zi nafratlangan o'sha shifoxonada vafot etdi. Eng qizig'i, shuncha vayrongarchilikka qaramasdan undan boshqa hech kim jarohat olmadi. Bu voqea tarixdagi eng g'alati va eng ko'p jonli efirga namoyish etilgan jinoyat sifatida tarixda qoldi.